Qiziljonlar libosimizning go'zalligini qaranglar. Ajoyibligini qaranglar buni. Yumshoq, yengil shunaqa zo'r. Menimcha ham yoqa bo'ladi mana qaranglar. Chiroyli. Kapyushon bo'ladi. Ajoyibmi? Juda chiroyli. Lady Lord'da bir-biridan go'zal modellar juda ham ko'p. Hammanglarni kutaman, kelinglar. Qiziljonlar, kardiganimiz bor shunaqa chiroyli. Qaranglar, ajoyib model. Mana bu ham yoqa bo'ladi qizlar. Ham bu kapyushon bo'ladi. Mana chiroylimi? Juda go'zal. Qaranglar, kiyganda chiroyli shunaqa. Mana bayramona shunaqa shohona liboslar Lady Lord'da. Buni qorasi bor, seri rangi bor. Mana bu ham rosa chiroyli. Hozir buni ham kiyib ko'rsataman. Keringlar. Lady Lord'da kutib qolaman. Qiziljonlar, libosimizni go'zalligini ko'ringlar. Ajoyib model dvoyka. Shunaqa chiroyli trikotaj qizlar kiyganda zo'r turadi. Razmerlari 3, 4, 5, 6. Men sizlarga uchini kiyib ko'rsatdim. Ajoyib modellar juda ham ko'p Lady Lord'da. Hammanglarni kutamiz. Qiziljonlar, bizda shunaqa nimcha bor, qaranglar. Razmerlari 5 bilan 6 qolgan. O'zimizda 54, 56 ga keladi. Больше merka mana katta. Menga katta deb bu. Ham katta razmer. Yonda zamogi bor. Juda chiroyli turadi. Qaranglar. Lady Lord'da bir-biridan go'zal modellar juda ham ko'p. Hammanglarni kutaman, kelinglar. Qiziljonlar, bizda shunaqa nimchalar bor, qaranglar. Ajoyib model. Kapyushoni snimat qilinadi, olinadi. Zamochkada cho'nchaklari, belida poyasi bor mana. Ajoyib model. Mana kelinglar, olinglar, olinglar. Narxini 800 ming qilib beraman. Buni qorasi ham bor. 36 dan 46 gacha razmerlari. Lady Lord'da kutib qolaman, kelinglar. Bizda shunaqa chiroyli nimcha bor, qaranglar. Ajoyib. O'zi bitta dona qoldi. 50 razmeri, o'zimizda 56 ga ham keladi. Mana. Oilaga, bu oilaga sovg'a olib bermoqchi bo'lsanglar, Lady Lord'ga kelinglar. Nimcha, kurtka, palto, kunik, dvoykalar, kofta, yubkalar, tuflilar, hamma narsa bor. Faqat kelinglar, tanlab olinglar, ham skidkada olasizlar. Qiziljonlar, juda go'zal libos. Qaranglar, ajoyib model. Mana tepasi trikotaj, pasti shifon. Kiyganda juda ham chiroyli turadi. Ajoyib model. Razmerlari 42 dan 48 gacha. Badanga yoqadigan yumshoq narsa. Oilaga, bu oilaga sovg'a olib bermoqchi bo'lsanglar, Lady Lord'ga kelinglar. Hozir buni narxini 1 million 200 qilib beraman. Juda ham chiroyli bayram sovg'asi bo'ladi. Hammanglarni kutaman, keling. Sabrinadan so'radim razmerini nechida, 42 dan 48 gacha dedi. Qizlarjonlar kiyganda juda ham chiroyli turadi. Libosning ko'pligidan narxini ham bilmayman, razmerlarini ham bilmayman. So'raganinglarda nechida deb hammadan so'rab chiqaman-da. Kelinglar, hammanglarni kutaman. Libos juda go'zal. Tepasi trikotaj, pasti shifon. Juda go'zal liboslar. Lady Lord'da buni qora rangi ham bor. Oilaga, bu oilaga sovg'a olib beringlar, kelinglar, hammanglarni kutaman. Qizlarjonlar, liboslarimiz juda go'zal. Enimdagi libosimiz dvoyka, kofta, yubachka. Kiyganda juda chiroyli. Mana qaranglar, oilaga, bu oilaga sovg'a olib bermoqchi bo'lsanglar, Lady Lord'ga kelinglar. Ham skidkada olasizlar, ham bayram bilan sovg'a qilib tabriklaysizlar. Buni qaranglar, mayda lurikslari bor. Juda chiroyli. Mana qaranglar. Davlat ishida ishlaydiganlarga ham juda yarashib turadi. Maktab direktorlariga, bog'cha mudiralariga, vrachlarga juda chiroyli. Ajoyib modellarimiz ko'p. Lady Lord'da kutib qolamiz, keling. Qizlarjonlar, go'zal modellar, chiroyliligini qaranglar. Ajoyib. Mana shunaqa chiroyli liboslar Lady Lord'da. Razmerlari 42 dan 48 gacha. Lady Lord'da bir-biridan go'zal modellar juda ham ko'p. Hammanglarni kutaman, kelinglar. Hozir bizda skidka narxida olasizlar. Hamma liboslarimizga -30% skidkada. Kelinglar. Odamlarga hayronsan. U bunday, bunisi bunday, u unday, bu bunday. Aytinglar qani, yaxshi odam qanaqa bo'ladi? Sizga o'xshagan bo'ladimi? Meni olib qarasak, butun dunyo yo'q bo'lishi kerak bo'lar. Sizlar nuqtai nazarlardan qarayotgan bo'lsak, butun dunyo. Bo'ldi, ketaman ey. Birat, pulimni bering, ketaman. Bo'ldi, ishlamayman. Pulimni bering, bo'ldi.
Pulimni bering. Bo'ldi. Pulimni bering. Ey pashot. Yangi yilinggam o't tushsin. Grinch yangi yil bayramini juda yomon ko'rardi. Nima uchun deb so'ramang. Sababini hech kim aniq bilmaydi.